Ya kesinlar. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Mana biz bugun hop Toshkent Angren shahriga restoranga bir so'ri zakaz olgan edik. Shunlarni o'rnatgani keldik. Mana bularni xudo xolasa chiroyli qilib tanishtirib beramiz sizlarga endi. Qani? Yaxshimi? Holat, ko'rinishlari? Xo'p, so'rimizni tanishtiradigan bo'lsak, zakaz asosida tayyorlab berdik. Xudo xolasa eng kattasi 3 metrga 5 metr qilib yasab berdik. Oyoqlari yong'oq, qolgan yeri sasnada bo'ldi. Mana bu yerdan zinapoyalari ham bor mana. Bismillahirrohmanirrohim. Mana bemalol chiqib, mana juda ham mustahkam, baquvvat bo'lib chiqqan. Mana dekorativniy onorlari bilan mana. Bu yer hali bitmagan, bu yerda ancha qurilish ishlari ketyapti albatta. Xudo xolasa fevral oyining 1-siga ochilish rejalashtirib turishibdi ekan egalari. Kimga shunaqa so'ri, hop, qaydadir so'ri, tapchan, chorpaya deydi-da. Misol. Kimga kerak bo'lsa, xudo xolasa bemalol aloqaga chiqsa, bizda doim bo'ladi. Zakasini ham tayyorlab beramiz. Avishnilari ham bor. Bizda xullas 950 ming so'mdan tortib $2000, $3000 gacha so'rilar bor. Mana. Xo'p, bunimiz razmerlarini, nimalarini aytdik. Ha, kattalar bular zakaz asosida bo'ldi. Bunisi ham zakazga bo'ldi albatta. Xo'p, bunimizni razmeri 270 ga 3 metr qilib tayyorlab berdik. Joylari shunga to'g'ri keldi. Buni ham oyoqlari o'sha yong'oq, qolgan yeri sasna material bo'ladi. Shunday. Nomi Toy deb qo'yamiz buni nomini. Toy fason. Mana bemalol ko'rishlar mumkin. Hozir bitgan holatni ko'rsatdik. Xuddi shunaqa bitadi, poltaxtalari tashlanadi. Yig'mali bo'ladi bular. Hop, bularni bitkazmasdan turib ko'rsatishimiz sababi bu yerda svet hali yo'q ekan, shunga qorong'i bo'lib qolmasin deb. Shuning uchun. Shundan albatta. Nari yoqda ham bor, mana ko'rsatsangiz, bu yerda dekorativniy bir ajoyib narsalar ham qilishibdi. Kimgadir qiziqda, balkim restoran ochaman yo choyxona ochaman deb yurganlar uchun ham yaxshi ideya, yaxshi bir nima bo'lib qolishi mumkin. Operator ko'rsatib qo'ysangiz yaxshi bo'lardi albatta, foydali bo'ladi. Mana busi ham shundan xuddi. Mana dekorativniy onorlarda oldida mana qip-qizilgina. Bir yaqinlashib ko'rsatib qo'yasizmi? Bir qiziqda tomoshabinlarga albatta. Dekorativniy tayyorlashdi ana. Endi pishayotgan anorday. Bu tomonlarda mana limon bor ekan, mana manzaralarga kelsak mana. Endi so'rlarda obzorini qisqada, lo'nda bo'ldi. Kerak bo'lsa pastdan umr bo'ladi, aloqaga chiqarasizlar. Bir restoran qurmoqchi yo choyxona qurmoqchi bo'lganlarga ham bir ideyada mana bunday narsalar qilsa bo'lar ekan mana albatta. Ko'rsatingmi? Biroz chang bo'lmasin deb menimcha yopishib qo'yishibdi. Limon. Ammo buni kelganda yeb qo'ymanglar, bu dekorativniy. Shunday. Mana bu yerda bizni Rishtondan kelganmi bilmadim, endi so'ramabmiz egalaridan, ajoyib bir dekorativniy tovoqmi? Shunday, lagan tovoqlar mana. Albatta shunaqa narsalar bor ekan. Albatta. Shunday. Bu yer tepalari leksan bo'pti. Endi mavzudan ozgina yiroqlashdik, so'rilarni ko'rsatdik, 4 dona zakazga tayyorlab kelganmiz. Bu yerda mana ichkarilarni ham ko'rsatib qo'ying. Bu yerlar ham juda chiroyli bo'lib, endi bitish arafasida xudo xolasi. Kimgadir foydali bo'lib qolishi mumkin. Xo'p. Video manfaatli, foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlasizlar. Biz yangimiz YouTube'da pashti 200 tacha obunachimiz bor. Yaqinda kutib qolinglar, juda ham kuchli, nima desa bo'lar, ko'pgina yangiliklar bor. Har xil shoular o'tkazish niyatidamiz. Xudo xolasa obuna bo'lib qo'ysangiz, xudo xolasa xabardor bo'lib turasiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, poddeshkada bo'lib turasizlar degan umiddaman.